E'zozaxon, uyini judayam katta ekan. Kelinoyingizga juda qiyin bo'lsa kerak hamma joyi уборка qilish yoki uyda ishchini bormi deb judayam ko'p marta yozasizlar. Do'stlar, bizda ishchimiz yo'q. Uy ishlarini hammamiz oilaviy qilamiz. Uyimizda xonalari ko'p bo'lgani bilan faqatgina 3 ta xonadan foydalanamiz. Qolgan xonalardan qachonki mehmon kelsa foydalanamiz. Mana bugun qarindoshlarimiz mehmonga kelishdi. Ulardan keyin уборка qilish ham shart emas. Chunki ulardan keyin dasturxonda ham hech nima qolmaydi. Ertaga mehmonlar keladi, o'shaning uchun dasturxonni chiroyli qilib qo'yamiz. Biroq shirinliklari bilan dasturxonimizni bezatib qo'ydik. Qarindoshlar, iltimos, bizga ham qolsin. Do'stlar, sizlar ham yozib yuboringlar-chi. Mehmon kutishni yoqtirasizlarmi yokida mehmonga borish yaxshi ko'rasizlarmi? Menga ko'proq mehmonga borish yoqadi. Bizning uyimizda bog'imiz ham bor. Bir haftadan keyin gilosimiz ham pishadi. Agarda namanganlik bo'lsanglar, kelinglar, yeb ketasizlar. Bittasini yeb ko'rdim, judayam shirin ekan. Xullas shunaqa. Uyimizda ish ham ko'p emas. Kelinoyim ham qiynalmaydilar. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariy yozing. Keyingi videoda javob beraman.